Hammaga salom bo'ldi. Streamimiz kanaliga xush kelibsiz. Demak, bugungi videomda men ozgina bo'lsa ham yangicha o'ringa chiqdim, chunki men o'tgangi videolarimda bo'lmaydigan va demak, nomi chiqmagan sichqonchalarni demak obzor qildim. Bugun esa ozgina yangicha o'rin va nomi chiqib ketgan juda ham mashhur bo'lgan sichqonchani va juda ham ko'p gamerlar, juda ham ko'p Minecraft'chilar 4-5 yil shundan foydalangan holda ko'p kontent qilishgan, o'ynashgan, birgala KPS qilishgan bo'ladi va shuni ko'rib men bugun qiziqib o'sha narsani xarid qildim. Demak, bugungi videolarimiz davomida demak sichqonchani ko'rishingiz mumkin bo'ladi va o'zingiz baho berishingiz mumkin bo'ladi va qayerdan sotib olganimni, qayerdan xarid qilganimni hammasini opisiyalamda qoldiraman bo'ldim. Kanalga obuna bo'lishni va like bosishni unutmanglar bo'ldi. Qancha ko'p like bo'lsa qancha, demak obuna bo'lishlar ko'p bo'lsa agar shuncha menda ko'p motivatsiya bo'ladi va esa ko'p ilhomlar paydo bo'ladi video olishga. Shuning uchun bolalar nima qilishni bilasizlar. Bo'lmasa omad. Va hammaga salom bo'ldi. Streamimiz kanaliga xush kelibsizlar. Demak, bugungi videomiz boshqa videolarimdan ozgina farq qiladi. Balki o'xshash bo'lsa ham kerak. Xo'p. Bugun demak, men juda ham mashhur va legendarniy bo'lgan sichqonchani demak bugun buyurtma berdim. Bu sichqoncha bolalar 5 yil 4 yil oldin juda ham mashhur bo'lgan va sichqonchalar o'rtasida zo'r miroviy o'rinlarga chiqib ketgan sichqonchani bugun xarid qildim. Bilmasam endi bilasizlarmi yo'qmi, lekin endi masalan yosh kattalar bilish kerak bu narsani. Yosh kattalar yoshlar ko'p bilish kerak bunaqa narsani. Xo'p, demak bo'lsa sichqonchamizni bugun obzor qilaman. Bu sichqonchamiz bolalar korobkasini birinchi bo'lib ko'rsataman unda. Bugun demak men bolalar Razer sichqonchasini bugun buyurtma berganman va mana sichqonchani bugun sizlar bilan ko'rishamiz. Bu mana bu nima mana shu narsa bo'ladi. Mana shunaqa nima uchun hamma joy glyansli narsa qo'yilgan. Nima qilyapti? Yuzim ko'rinyapti bolalar. Mana bunday qilsam agar o'zgina nimachasi bor ekan, zerkali tiqlar ekan buni ham. Korobkasi. Qarochi menga mana shu korobkada keldi bolalar, 6300 DPI ekan bu. Bunaqa sichqoncha Razer deb ataladi bu. Uni emblemalar Razer bor ekan, nimalar ham bor buni. Olgan paytimda ichida bunaqa nimalar ham bor edi. Kitobchasi bor edi bolalar. Nimadirlar yozilgan, bu yerda o'zlari to'g'risida informatsiyasi, to'g'risini aytsam o'qiganim yo'q. Menda qo'yamiz va ichida bunaqa naklinkachalar bor edi. Juda ham zo'r, bilmasam nimaga yopishtirish mumkin buni. Orqasiga ham oldiniga yopishtirsa bo'lar ekan, lekin men yopishtirmayman endi. Qo'yaylikchi. Xo'p, demak bo'lsa sichqonchamiz o'zini ko'rsataman. Mana bu sichqonchamiz bolalar Razer oldim. Buni demak telefonimga ulayman. Demak ikkinchi telefonimizni olamiz va bu yerda men bitta narsani bilib qoldim bolalar, nima ekan? Telefonni bolalar kompyuterga ulasam bo'lar ekan va telefon orqali monitorga ulab, menda monitor bor bolalar. Monitorimni ko'rsataymi yo'q, kerak emas. Keyingi videoda bo'lsa Telegram kanalimga monitorimni tashlab beraman agar kerak bo'lsa sizlarga, qiziq bo'lsa. Monitor olganman bolalar. Monitorim bor, PK bor menda bolalar. Kompyuter olinglar deysa, kompyuterim bor menda. Kompyuterim bor, mana hamma narsam bor bolalar. Prosta endi kompyuterdan stream qilmayman-da. Shunday, kompyuter endi menga ofis ishlari uchun kerak bo'ladi. Shunday, ofis emas endi, o'zim ishlarim bor, o'shanga juda ham kerak bo'ladi. Xo'p, demak bo'lmasa, hozir bo'lsa menda bunaqa sichqonchamizni bera qo'yamiz va bu nimasini ko'rsataman sizlarga. Juda ham chiroyli bolalar, o'zi yondirgan paytda bir podsyotkalar yonadi. O'sha paytda ozgina chiroyli ko'rinadi. Xo'p, demak bo'lmasa, men hozir bo'lmasa bunaqa USB nima bor? Переходник bor, mana shu orqali hozir telefonim bo'lmasa ulayman va sizlarga ko'rinsa kerak deb o'ylayman. Demak, buni ulab olish kerak. Va mana ulandi. Endi buni men qulay qila olaman. Provodlida ozgina noqulay uchun, men provod demak chetga olib qo'yaman, xalaqit bermaslik uchun. Ajoyib. Mana. Bolalar qaranglar, mana Razer uladim bolalar, agar shunday tegmasangiz agar o'zi o'chib qoladi, tipa umniy sichqonchasi ulanadi bu. Zarar ham tez ketmaydi, podsyotkalar ham yaxshi ishlaydi, kimga aytib turadi. Qarochi bolalar qarang, juda ham chiroyli ko'rinadi, dizayni вообще gap yo'q bolalar, keyin qo'lga juda ham qulay, mana qo'l bilan ushlagan paytlarida qo'lga juda ham qulay keladi. Bosgan paytlarida juda ham akkuratni sichqoncha hisoblanadi. Mana xonaga kirgan paytlarda ham juda ham jot ko'rinadigan narsa hisoblanadi. Men bilasizlarmi, shu xonaga kirdim ham ko'zim birinchi bo'lib shunga tushadi.
Короче, вообще четкий narsa, menga dizayn вообще yoqdi bolalar. Hop, emas demak nima qilamiz? Serverga unda kiramiz va serverda buni KPS ni tekshirib ko'ramiz bolalar. Ну, реально KPS qancha ekan bo'la Minecraftda. Minecraftda masalan ko'p youtuberlarni ko'rganman. 20 KPS gacha chiqarsa bo'ladi, 400 KPS ga ham chiqarsa bo'ladi. Izolenta bilan mana drag click qilsa bo'ladi ko'rganman. Ko'p kishi youtuberlar drag click ham qilgan. Hozir bo'lsa demak serverga kiramiz va o'sha yerda demak ko'ramiz. Hozir KPS ni ko'ramiz bo'lmasa demak 1 2 3 va hozir bitta urib ko'ramiz va KPS ni ko'ramiz bolalar. Butterfly bilan urib ko'ramiz. Birinchi bo'lib qarang, oddiy bo'lsa urib ko'ramiz. Bu klikning nomi to'g'ri aytsam bilaman nima deb ataladi. Qarang, oddiy klik ko'ramiz bolalar. Klikimiz oddiy qilyapman. Shu 10 KPS bo'ladi. Oddiy klikka 10 KPS. Endi oddiy klikka qancha? 5 KPS ekan oddiy klikka bolalar. No, bilmasam endi oldingi sichqonchalar uchun masalan 4 yil oldin zo'r bo'lgan sichqonchalar uchun o'ylaymanki yaxshi natija. Chunki oldingi sichqonchalardagi bo'ladigan uровень bilan bunaqa uровень taqqoslasa hozir. Lekin hozirgacha bular to'g'ri Minecraft o'ynasa bo'ladi va ko'p kishi haligacha ishlatadi. Lekin ko'p kishida nima desam ekan, ko'p masalan mashhur blogerlar hozirda bolalar nima ishlatyapti? Bloody A7 degan sichqoncha bor, yo Bloody A70 degan sichqoncha bor. Mana shu Bloody A70 va Bloody A7 orqali, Bloody A7 orqali ular nima qiladi? Ko'pincha nima building qilishadi, unaqa drag click qilishadi. Buni ham hozir bitta drag click qilib ko'ramiz bolalar, qo'limizdan keladi bilaman. Mana yana bitta sichqoncha bor bolalar, bu T-Wolfdan keyin buni shunaqa chiroyli sichqoncha ko'ryapsizlarga. Bunaqa. Короче, bu ham o'ziga yarasha, ну, minimalniy, chiroyli dizaynga ega. Hop, biz bitta drag click qilib ko'ramiz bolalar. Keyin men ko'rdim buni drag click qilish uchun izolenta kerak ekan. Har xil narsa qilsa bo'lar ekan, mana drag click qilyapmiz. Endi izolenta qilsam bilmasam qancha bo'ladi. Izolenta qilyapman-da. Va o'ngga chiqdi hozir. O'ngga chiqdi KPS. Hozir drag click qilib ko'ramiz bolalar. Bloklar qo'yib ko'ramiz. Yo'q, bo'lmasa fireball fight kiramiz bolalar. PvP ham ko'ramiz bolalar keyin. Hop, fireball demak dushmanimizni kutamiz bolalar. Agar fireball deyishim kirmasa agar boshqa rejim kiramiz. Butterfly bolalar qilsa bo'ladi bunday. Butterflyda KPS hozir maksimal KPS Butterflyda endi 15 ga chiqarganman, mana 14 ga chiqdi bolalar. Endi qanaqa qilib urishlarga bog'liq, men masalan to'g'ri urmasligim mumkin Butterflyda yoki qo'lim to'g'ri kelmasligi mumkin. Balki to'g'ri uryapman, balki sichqonchani kuchi yetmasligidadir. Balkim bilmasam. Va men bilasizmi, nima drag click ko'rmoqchiman sichqonchalar. Drag clickni zo'r bo'ladi deyshadi. Hop, bo'lmasa hozir biling, hech kim kirmaydi. To'xtaman bitta PvP ga kiramiz bu asoslar bilan. Hozir to'g'risini videoni ertalab bo'lyapman, chunki hamma maktabda, men hozir darslikda. Mana build bor ekan, mana bratimiz o'ynayotgan ekanlar. Mana shu hozir rejimga kirib bitta blok qo'yib ko'ramiz sizlar bilan. Drag clickni bolalar nima uchun drag click deydi? O'zimizdan ko'rsataman, nima sababdan uni hamma yaxshi ko'radi. Chunki hozir nasra ko'ramiz, menda mana bu sichqonchani mana bu chap tomonda ishlamaydi. Bu telefondan bolalar, telefondan mana nosozlik. Sichqoncha ishlamasligi emas, просто telefonim shunaqa o'zi naqa ishlaydi-da. Вот, hop. Demak, ba'zida ishlaydi bu narsa. Qaranglar, короче, hello bro. Radmir, hop. Qaranglar. Mana bu masalan Butterfly degan narsa bor. Blokni bittaga qo'yasizlar, mana qilib. KPS ko'p bo'ladi, ko'p qo'yasizlar. Drag clickni foydasi nimada? Chunki o'ynayotgan paytlarda masalan blokni sekin qo'ymaysizlar-ku. Rosa odam kelayotgan paytda. Yo'q, qarang. Menga drag click bo'lmayapti. Izolenta qilsam chotki bo'ladi. Mana ko'ryapsizlarmi? Kim bu orqadan kelib to'xtanglar. Yo, men otdim u, nimaga save qilmadi hozir? Bitta brat orqamdan kelib urdilar. Hop. Bitta blok nima drag click qilib ko'ramiz. Tipa kim bu ham menga yopishadi, yopishmanglar menga. Iltimos bitta video obzor qilib olay. Yo'q, nima qilmagan paytim. Juda ham noqulay ekan bu bilan. Qarang, men hozir bitta ko'rsatay. Xalaq berishyapti, men stressga tushyapman bolalar. Nima borolamiz, orqa-roqqa bora olsak, o'ylaymanki men topishmaydi. Hop. Olamiz. Yo'q. Короче, sizlarga drag click qilib ko'rsatmoqchiman-da. Hop, mana olasizlar bolalar. Keyin bu yerga ketyapti. Ko'ryapsizmi, bilmayman sizlarga. Yo, menga bol izolenta kerak. Keyingi videomizda bolalar men mana shu sichqoncha bilan drag click qilaman, mana shu harakatlanaman bolalar. Ko'p kishi drag click qilayotgan bo'lsa agar ularga o'xshash mumkin. Ko'ryapsizlarmi? Mana shunday blok qo'ysam bo'ladi. To'g'ri aytsam bu KPSlar qancha ko'p bo'lsa, mana shunaqa bloklarni tez qo'yishlari mumkin bo'ladi bular. KPS ga bog'liqda mana. Hozir bitta bu yerda keyin har xil nima strategiyalar ham qilsa bo'ladi. Qancha KPS yaxshi bo'lsa, shuncha zo'r bo'ladi. Biroq shuni jang qilib ko'ramizlar bilan, masalan, nastroykalarimizni qaytadan o'zgartiramiz unda.
Fireball Fight demak hozir raqibimizni kutamiz bola va o'sha raqibimizni o'ynab ko'ramiz. Harakatlarimiz bola biz demak 12 FPS va o'yin FPS bilan Butterfly orqali demak o'ldirishga qilamiz. Muammo shundaki bola, bitta muammo bor. Menda FPS juda ham kam bola. 60 FPS bilan to'g'risini Butterfly qilib urish juda ham bo'lmaydi, chunki o'yinchi masalan raqibim 60 mana o'ynagan masalan o'yinchi yo'lga kelgan paytda FPSim bola 40 ga tushib ketadi. 40 FPS bilan odam o'ldirgandan ko'ra o'zi o'lib ketasizlar-da. Chunki FPS qancha kam bo'ldiki, masalan sizlar urayotgan kliklar u masalan dushmanlaringizga yetib bormaydi tezlikda. FPS'laringiz qancha ko'p bo'lsa agar, shuncha klik masalan urgan paytlaringizda shuni tez boradi. Masalan PUBG o'ynaydigan odamlar masalan men tushunsa kerak deb o'ylayman. Chunki masalan PUBG'da masalan 60 FPS li odam bilan 120 FPS yoki 30 FPS bilan 13 FPS li odamni farqi juda ham katta qonda. Shu uchun Minecraftda ham shu bo'ladi. Minecraftda masalan PvP rejimda, PvP o'ynaysizlar, ko'p kishi masalan quruvchilik bilan shug'ullanadi. Bu to'g'risini aytsam praktik server, bu serverda sizlar PvP mashq qilasizlar. Agar bilmaganlar uchun hozir demak biror raqibimizni kutamiz va Fireball Fight rejimiga kiramiz va o'sha odam bilan demak jang qilamiz bolalar. 1 2 3 va let's go unda. Fireball eng yaxshi ko'rgan rejimlardan biriga kirdik bolalar. Demak bu yerda tinchlarimizni qo'yamiz bolalar. Bu shunday qilsak ham tezroq bo'ladi va sakraymiz. Buni ajoyib. Buni blok bilan zasab qilamiz va dushmanimizni lekin hozirgacha ko'rmayapman. Mana dushmanimiz uzoqda bizni demak kutishyapti. Xo'p. Yo'q, bilmasam ushqonchani urib yubordim, yiqilib tushdim. Mayli chiqyapti. Qaytadan paydo bo'lamiz unda. Dushman jonim oldiga boryapman. Nima qilamiz? Keyin demak nima qilamiz va yo'q, yiqilamiz. Yiqilishga salgina qoldi. Sweep bridging qilib ko'ramiz bola, qo'limizdan keladi, bilmayman endi hozir. Bu Bedrockda ham qilsa bo'ladi bu narsani. 0 FPS bridging deb ataladi bu. Bunga demak sizlardan FPS talab etilmaydi. Yo'q qildik. Zo'r, ajoyib. Yo'q. Demak bratimiz dushmanimiz oldiga kelamiz. Salom brat qilaysiz. Salom brat. Yo'q, muchama kuchayib ketgan bu serverda. Hamma dushmanimiz ba'zilariga yaqinlashamiz. Dushmanimiz shu yerdami? Dushman. Yo'q, menda lag qilyapti bola. Menda FPS tushib ketyapti. Menda FPS tushib ketyapti. Yo'q, FPSim kam bo'lishiga qaramay, lekin qanday bo'lib bo'lsa ham g'alaba qozonishga harakat qilib ko'ramiz do'stlar, demak. Knopka menga пространство juda ham kichiklik qilyapti bola video olishga, chunki mana bu yerda kamera turibdi va ushlagicha menga juda ham xalaqit beryapti o'ynashga. 30 FPS bola, tasavvur qiling, hozir 30 FPS bilan harakatlaman bola g'alaba qozonishga. Fireball amatto bola 30 FPS uchmayapti, ko'ryapsizlarmi shuni? Yutdim men qanday qilib bo'lsa ham, lekin birodamcha 30 FPS ni ko'rib, rahmlari ko'rib chiqib ketganlar. Bola telefonim zaryadkasi juda ham kam qo'ygan. 10 FPS bola, shunaqa 10 FPS hozir video tugatishga to'g'ri keladi. Qaranglar bola, bilmasam men bunaqa ishonchni sizlarga tavsiya beramanmi? Ko'rgan tomonsi yaxshimi? Demak, sizlarga qulay bo'lishi uchun mana bunday qilamiz. Bunday qilamiz, qaranglar. Sizlarga tavsiya beramiz ishonchani olishni, olmasligini. Tavsiya beraman bola, endi qaranglar-da, endi kisalaringizga qaranglar. Endi nima desam ekan? Biz ishonchani o'rniga, mana shu narsani o'rniga, shu narsani pulini o'rniga sizlarga zo'r narsani tavsiya beraman. Bu ishoncha bola ozgina prochniy hisoblanadi va bu ishonchamiz bola 4 yil 5 yilgacha boradi, sabrli juda hisoblanadi. O'sha bo'lsa, demak, bu sizlarga xayr, sog' bo'lasizlar, omon bo'lasizlar bola.